Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Hammalarga yana bir bor rahmat. Men qo'yayotgan mavzularda qiziqish bildirib, qatnashib, o'zingizlarning kommentariyalarda yozib ketayotganinglar uchun hammalarga tashakkur bildiraman. Bugungi mavzuyimiz o'zbek xalqini qo'rqoqligi va o'zbek xalqini qanday bu kunlarga tushib qolgani haqida shunday bilganimni tushuntirish qilib o'tib ketaman. Avvalo bu qo'rqoqlik natijasida biz ko'p narsani yo'qotamiz. Chunki bizni oramizda juda ko'p ziyoli insonlar bor, tafakkuri kuchli insonlar bor, ko'p narsani biladigan odamlar bor haqiqatda, lekin indashmaydi. Bu bizni o'zimizga tekkan bu kasallik emas, bu haqiqatda bizni ongimizga singdirilgan qo'rquv. Bu qo'rquv kecha 10 yil, 30 yil oldin emas, asrlardan beri xalqimiz yuragiga kirib kelayotgan narsa. Chunki o'sha paytda ham xonlar bo'lgan, beklar bo'lgan, urushlar bo'lgan. Bittasidan qutulsa, xalq ikkinchisiga duch kelardi. Oxir oqibatda shu 20-asrda, 20-asr boshlari Rus imperiyasini 19-asrda tuzumiga, qaramiga tushganmiz. U yerda bo'lgan xunrezliklar, oddiy xalqqa qilingan juda katta beshafqat munosabatlar. Ayniqsa shu o'rinda aytib ketish kerak, armanlarda Dashnaq Zaytun degan harakati bo'lgan. Bular bizni ziyoli insonlardi, fikrlash qobiliyatida bo'lgan mullalardi, xullas o'qimishli odamlardi. Bundan tashqari o'zini xalqini, o'zini yerini himoya qilishga otlangan juda ko'pchiliklardi. Masalan, Andijonda Do'stchi Eshon, bo'lmasam Ko'rshermatlar juda ko'p bo'lgan. Shularni yo'qotishda, qirg'in qilishda, Rus tuzumini, imperiyasini O'zbekistonda, Turkistonda, nafaqat O'zbekistonda, Turkistonda kuchayib ketib, ularga qaram bo'lishda qattiq xizmat qilishgan. Endi o'ylab ko'ringlar, to'g'ri kelib uydan olib chiqiblar eshikdagi otib yuboraversa odamni. Har qanday xalq haqiqatda bu qatlom deyiladi, genotsid deyiladi o'zi. Genotsid qilgan O'zbekistonda o'zbek aholilarini, mana shu yerda yashovchi mahalliy aholini. Sovet ittifoqi davrida o'qiganlar, yashaganlar juda yaxshi tushunadi. Bizni o'zimizni ichimizdan chiqqanlarni bosmachilar deb qattiq qoralagan. Bu yerda tarixni o'zgartirishib, o'z yurtini himoya qiluvchilarni kalla kesallarga chiqarib, bostirib kelgan zolimlarni himoyachilar qilib, mehnatkashlarni himoya qildi deb. Oxir oqibatda ko'rdik. Baribir 70 yildan keyin buning nihoyasi ham bor. Yo'q ketdi. Yana parchalandi. Endi bu yerda mana hozir juda trendga chiqqan narsa Rossiyani bir jurnalisti doimo markaziy kanalda jonli efir olib boradigan Vladimir Solovyov bor. U ham kuchli tafakkur egasi.
Haqiqatda buni tan olish kerak, chunki shuncha yildan beri to'g'rima-to'g'ri jonli efir olib borish, yoyin olib borish juda qiyin narsa. Har kimni ham qo'lidan kelmaydi. Lekin ushbu propaganda osongina qilib aytgan gaplarni hamma eshitdi. Bu nafaqat bizga, markaziy ofitserga, Armanistonga, Ozarbayjonga ham tegishtirib aytyapti. Shu o'rinda o'rinli bitta savol kelib chiqadi. Nega bizni davlat arboblari bunga hech qanday munosabat bildirmayapti? Avvalo biz kimdan qo'rqamiz? Qo'rqib qayerga yetib kelamiz? Ikkinchidan, mustaqil davlatlar hamdo'stligi jamiyatida a'zomiz biz. O'zbekiston ham, Qirg'iziston ham, Qozog'iston shu qanday qilib biz bitta uyushma a'zosi bo'lsak, mustaqil davlat bo'lsak, endi mustaqil davlatdan bittasi chiqyapti-da, mana Ukrainani olgan hujum qilgandek, Markaziy Osiyoga ham hujum qilsak bo'laveradi-da. O'zimizni himoya qilish uchun deyapti davlatimiz. Kechirib qo'yasan. Bu nima degani? Undan ko'ra biz shu hamkorlikdan chiqib qo'yaylik. Bizga kerak emas ekan, chunki u hamkorlik degani soyuz. Biz o'sha yerda birlashib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Lekin biz ko'ryapmiz, Rossiyani markaziy kanallarida o'zimizni mana shu borib ishlayotgan migrantlarimiz qay ahvolga tushayotgani, ularni masalan Sobri yo Ammonda xullas huquq-tartibot organlari, kuch ishlatar tizimlari xuddi asrlarni 41-yilda olib ketayotgandek qo'llarini orqasiga qilib 100 ta, 200 ta, 500 ta qilib yetaklab ketayotganini ko'ryapmiz. Qanaqa hamdo'stlik bu? Bizi tashqi ishlar vazirimiz Sergey Lavrov, Rossiyaning tashqi ishlar vaziri, u ham juda aqlli odam, haqiqatda bor narsa. Toshkentga kelyapti, aeroportda kutib olyapti. Uchoqdan tushishga bizni tashqi ishlar vazirimiz quchoq olib kutib olmoqchi. U qo'li bilan surib yuboryapti. Buni hamma ko'rdi. Qanday bunaqa narsaga indalmaydi? Xuddi shu yerda to'xtatish kerak. Mana Ozarbayjonda prezidenti Ilhom Aliyev nima qildi? Putinni oxiri oqibat kechirim so'rashga majbur qildimi? Qildi. Unga haligi ta'sir qilmadi. Shuncha seni Ozarbayjonning Rossiyada yashaydi, ishlaydi, menga baribir dedi. Rossiyadan kelishsa Yevropaga ketishaveradi. Sen iqtisodiy jihatdan yutkizasan. Haqiqatda bizda ham xuddi shunaqa targ'ibot tarashqot nimaga? Mustaqil davlatmizmi? Bizni haqiqatda hali harbiy salohiyatimiz unaqa kuchli bo'lmasa ham iqtisodiy borada ular bilan, lekin biz joylashgan hududimiz bo'yicha juda katta rol o'ynaymiz O'zbekiston. Markaziy Osiyoda eng katta davlat hisoblanamiz. Biz bilan hisoblashishga majbur, xohlasa xohlamasa. Hisoblashmayman desa, masalan, Amerikaning bazalarini olib kiraman deb qo'yaylik. Vahimaga tushib qolishadi hozir. Haqiqatda. Demak, biz bilan hisoblashga majbur. Bizni mustaqilligimizni tan olishga majbur. Endi hozir Amerikani Donald Trampni prezidentini oxirgi qilgan ishidan keyin shunday narsa bo'ldiki, kim kuchli bo'lsa xohlaganini qilishi mumkin degan narsani oldiga surib yubordi. Xalqaro har qanday qonunlarni, Birlashgan Millatlar Tashkilotini ham
to'g'ri gap har bitta nimasiga xullas keraksiz tashkilot bu. Men uni gapiga kirmayman, uni hech qanaqa qonunlariga quloq solmayman deyapti. Lekin bu Donald Trampda o'zidan kelib chiqmadi bu narsa. Bu narsani boshida Isroil davlati turibdi. U xuddi shunaqa qildi. G'azo sektoriga hujum qildi, Falastinga o'rab oldi, qamal qilib qo'ydi, oziq-ovqat bermadi, hech kimni kirgizmadi. Hatto masalan Yevropadan juda katta nufuzga ega bo'lgan, bundan tashqari siyosiy maydonda ham o'z o'rnini egallagan deputatlar, har xil fuqarolar, masalan ekoaktivistga Greta Thunberg boshchiligida kelishganda ham shunday qo'lga olishdi. Kirgizmadi, chiqarib yubordi. Oziq olib kelayotgan oziq-ovqatini ham olib qo'yishdi. Bu narsani boshi Isroil davlati bo'lsa, unga Donald Trump qo'shilgan bo'lsa, qo'shilishib Eronga ham zarba berdi, hozir ham xavf ostida. Ular o'zini gegemon hisoblab, biz xohlaganimizni endi qilsak bo'ladi. Venesuelaga hujum qildi, maqsad neft. Kolumbiyaga hujum qilaman, Kubaga hujum qilaman, xullas Grenlandiyani olaman deyapti. Xuddi shu asnoda Solovyov chiqib gapirib yuboryapti. Markaziy Osiyo, Armaniston, Ozarbayjon. Demak, dunyoda hozir qonunlar o'zgardi. Kuchlilar oldiga chiqadigan bo'ldi. Endi oldingi gapimga qaytaman. O'zbek millati qo'rqoq bo'lib qolgani. Bizda masalan tug' bitta bo'lsa, ya'ni bayrog'imizni prezidentimiz ushlab tursa, biz prezidentimiz atrofiga yig'ilishimiz kerak. Har qanday holatda bu bizni birlashtiradi. Biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlashni boshlashimiz bu bizni birlashtirishimiz. Biz kuchli xalqligimizni isbotlashga kirishganimizni bildiradi. Mana ko'p odam gapiradi, mana mavzu o'zini misoli bilan prezident qaramayapti, prezident anaqa qilyapti. Shu Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni tashabbusi, haqiqatda uni juda katta qo'shgan ulushi orqali men sizlar bilan gaplashib turibman bemalol. Hurmatli yurtboshimiz bitta narsani berdi. So'z erkinligini berdi. Doim o'zi talab qilyapti. Menga haqiqatni aytinglar. Menga muammolarni gapiringlar, muammolaringizga yordam beraman. Bor narsa. Lekin bizni fuqarolarimiz ko'p narsani aytmaydi, ko'p narsadan rostdan ham qo'rqishadi. O'zlariga o'zlari chegara belgilab olgan. Manoni aytsam meni olib kirib qo'yishadi. Yo'q. Sen agar qonun doirasida to'g'ri narsani talab qilsang, seni birov olib kirmaydi. Masalan, kommentariyada yozyapsiz, izohda chiroyli narsani tushuntirib, fikrlar bilan bildirib, qo'lingizdan kelgan. Haqorat qilmasdan yozmasiz, birovning ishi yo'q. Lekin shunday bizda shakllanib qolgan narsa bor. Bu narsani gapirma, siyosatga aralashma. Siyosatga aralashing. Siyosatga aralashib, davlatimiz ravnaq bo'lish yo'lida harakat qiling. Bizda o'zlari chegara belgilab qo'yish orqasida qo'rqoqlik yuzaga kelib chiqadi. Mana bo'layotgan narsa 2 kun oldin bo'layotgan narsani aytaman. Andijon viloyati Xo'javod tumanida Do'stlik chegara posti bor. Kechqurun o'sha yerdan telefon qilishyapti. Adaham aka, shu yerga 15 metrga 25 metr chegara postdan chiqish joyida
asfalt ishlari bo'lyapti deyapti. Shu yerda ichki ishlarda Xo'jaobod tumanining ichki ishlar boshlig'i bo'lsa kerak, o'sha yerda ekan, sog'liq boshlig'i o'sha yerda, MCH'niki. Xullas, shu asfaltni yotqizish qanchadir 50 millionga tushar ekanmi. O'sha yerda fuqarolardan o'sha pulni yig'ib olishmoqchi bo'lyapti. Aytyapman, ha shuni o'zinglar aytsanglar bo'ladi-yu. Bizga ta'zir bo'ladi-da deyapti. Bizga ta'zir bo'ladi. Yaxshi deyapman. 102 ga men ularga nima qilmasdan 102 ga men videolarni oldin tashlab oldim. Videolar tashlab beringlar bo'layotgan ishlar. Keyin 102 ga xabar beryapman. Mana shu yerda shu ishlar bo'layapti ekan. Fuqarolardan bunga pul yig'ilyapti ekan. Shug'ullanamiz dedi. Keyin uchastkavoy ertasiga telefon qilyapti. Men mana shu yerda uchastkovoyman. Aka, manaqa ishlar kim sizga xabar berdi? Men buni sir saqlayman sizlarga o'xshab. Aytmayman. Lekin shu ishlar bo'lgan. O'zim ichimda o'ylab turibman. Uchastkovoy qanaqa qilib boshlig'iga borib, pul yig'yapsizlarmi deb so'roq savol qiladi. Mayli, indamay qo'ydim, vaqt o'tdi, mana bugun so'rayapman. Ha deyapti, pullarni yig'ib olishdi. Kimdandir 7 million, kimdandir 17 million ham olishdi. Fuqaro qo'rqib, keyingi menga ta'zir bo'lmasin deb bizga murojaat qiladi. Men hayron bo'lganim, oddiy masalan, ijtimoiy tarmoq faoli bo'lsam, masalan bitta kanalda yurishsam, menga shuncha odam murojaat qiladi. Prezident portaliga qancha murojaat tushar ekan. Endi shu haqiqiy misollarda navbatdasiga o'tamiz. Prezident portaliga boshida murojaatlar tushganlar. Bu murojaatlar juda tez yechilgan. Juda tez hal qilingan. Keyin nima bo'ldi? Bu portalchida degan narsani chiqarish bo'ldi. Prezidentimiz siyosatiga xiyonat qilish boshlandi rahbarlar tomonidan. Umuman javob bermay qo'yishardi. Keldi, ketdi, yozding-ki, qo'yding, bo'lib qoldi. Boshidagi effekt yo'qoldi. Prezidentning odilona siyosatini yo'qotishdi. Prezident yana bir narsa aytdi. Tijoratchilardan, mana tadbirkorlardan mana shunaqa pullar yig'ilib olmasin. O'zlaring borib, ulardan har xil pullar, noqonuniy asosda pullar yig'ishmagan deyapti. Men ilgari kungi narsani aytyapman, bugungi dash. Mana yig'ishib oldi, hatto 102 ga telefon qilsam ham yig'ishib oldi. Bu nimani bildiradi? Bu bildiradigan narsa, prezident bilmaydi, men bilganimni qilaveraman degan narsa gap kelyapti. Bir tomondan to'g'ri, chunki ko'pchilik ishlamayapti. Prezident mana yangi tizim yaratamiz korrupsiyaga qarshi deb, hozir esimda yo'q tizim nomi. Xullas o'sha tizimni ishga tushirmoqchi. Men to'g'ridan to'g'ri so'rayapman-da mana. Yuqorida turadigan rahbarlardan, prezident administratsiyasidan bizda korrupsiyaga qarshi agentligimiz bor edi. Demak, ularning ishi nol. Huquq-tartibot ishlari korrupsiyaga qarshi ishlar. Bu ham nolga tenglashyapti. Nimaga prezident ularga ishamay yana bitta yangi tizim ochyapti? Bo'pti, unda oldingilarni hammasini haydaylik. Rahbarlarni qamayli ishlamagandan keyin. Shuncha davlat puli ketdi-yu. Kim javob beradi? Yo'q, shularni gapir. Maqsad nima? Maqsad biz gapirsak, kimgadir yomon ko'rinib, ashini ovozini pasaytirish kerak. O'zi yetarli bo'ladi.
Rus imperiyasi, undan keyingi Sovet davridagi xalqning ovozini bo'g'irish. Xalqning ovozini bo'g'ish kerak emas, xalqni qo'rqoq qilish kerak emas. Bularni xayoliga kelgani, xalq birlashib qo'zg'olon qiladi, ong taradi. Xayoliga kelgan, kechasi uxlab turganda ham shu bo'lsa kerak. Amaldan irg'itib yuboradi. Undan ko'ra shu xalqni to'g'ri yo'lga boshlab, qonunni ishlatmaysizlarmi? Prezident chiqarayotgan qonunlarni to'g'ri ishlatsanglar bo'ldi, xalq rozi. Xalqqa boshqa narsa kerak emas. Yo'q, tadbirkor ishlab turibdi, ko'chani asfalt qilish kerak ekan, ko'cha davlat tomonidan asfalt qilinishi kerak. Yo'q, tadbirkor pul berasa. Mana oddiy misol. Prezident portal ochyapti, portalga xabar beringlar deyapti, portalga xabar bergan odamni sarson, ovorayu sarson qilib yuborishyapti. Qanchadan qancha odam ovorayu sarson. Mana yana bittasi 5-mikriondan bitta ayol telefon qilyapti. Meni erimni jinnixonada o'ldirib qo'yishdi. Videolarni jo'natgan, mana videolari bor. Lekin prokuratura hech qanaqalik nima ko'rmayapti deyapti. Boshqasi qo'rqondan telefon qilyapti. Davlatda tizimi bor-ku, bizga hojat ne? Tizim to'g'ri ishlasa blogerlar. Hali bu yerda amaldorlarda bitta g'alatalik xususiyati bor. Ishchilar, amaldorlarda kamera qo'rquvi degan narsa paydo bo'lgan. Kamera bilan kirsangiz, tamom, shokka tushib qolgan, kamerani o'chiringlar. Buni yaqqol misoli mana sinimiz Marjonaxon, taftish muxbiri, kamera bilan kirib kelsa va kamera bilan kirmaysa, bo'ptash qonunni ko'rsat desa, prokuraturada qonunni ko'rsata olmayapti. Qonun yo'q, ko'rsata olmaymiz, lekin kamerani o'chir, gapirmaymiz. Davlat xizmatchisi kamerani ro'parasida turib qo'rqib qolsa, bu nimadan davlat beradi? Qo'rqmaslik kerak, to'g'ri chiqib, agar halol odam bo'lsa, o'zini tushunchasi bilan bemalol tushuntirib beradi. Bo'lib ham ichki ishlar, prokuraturada ishlaydiganlar o'zini ishini bilgandan keyin to'g'ri gapirib beradi. Yo'q, kirmaysan, kameraga gapirmaymiz. O'zimiz bayonda gaplashaveramiz. Keyin yana qanaqadir vallomatlar kelib qoladi. Men prokuraturadanman, sen nima kirding? Senga aytyapti-yu. O'zbek tilida aytyapti, nimaga kirganini. Yo'q, buni olib kiringlar. Tentaymisan, jinnimisan sen? O'zing prokuror bo'lsang, qonunni bilmaysanmi? Qonunni bilsang, nima dodiraysan? Oddiy odamlarga dodiramaysilar-ku. Gapni taxlab tashlaysizlar. Shu kamera bilan kelganda hammalar tilinglar bilmayman, kimdir tishlab olganga o'xshaydi. Ashtaqa gaplar o'zbek xalqini qo'rqitishni bas qilaylik. Keyin o'zbek xalqiga bir murojaatim bor. Juda ko'p ko'raman. Masalan, ko'proq bu hali post patrul xizmati xodimlari, yo'l patrul xizmati xodimlari bilan tortishib oladi. Tortishadi. Keyin shart qo'ldan ushlab yuring отделениyaga, bo'linmamizga borib gaplashamiz desa, voy dod, kamerani yoq, meni olib ketishyapti. Polvon, sen ular bilan tortishayotganingda o'ylamadingmi? Ularda haqqi bor. Meni 3 soatga yo 3 sutkaga olib kirishga. Avval o'ylash kerak. Keyin taklif qilinsa, yuring desa, borish kerak. Hali shashilib, spokойно, ya'ni nima desa bo'ladi. Bir qo'rqmasdan borib, o'zingizni ashib tushuntiryapti, o'zingiz ko'chadagi gapni. Xuddi ashini bu yerda ham tushuntirishga harakat qilish kerak.
Avvalo huquq tartibot organi xodimlarini hokimiyat vakili haqorat qilmaslik kerak. Baland ovozda gapirib yuborish mumkin, lekin haqorat qilish mumkin emas. Nimaga? Qonunda belgilab qo'yilgan. Shuning uchun avval hamyurtlar bironta masalan hokimiyat vakili huquq tartibot organi xodimlari bilan vakillari bilan qanaqadir bir nimaga kirishsanglar, haqorat qilishdan o'zinglarni tiyinglar. Nima demoqchiliginglar tushuntiring. Agar yuring bo'linmamizga borib gaplashamiz desa, qo'rqmang. Chunki sizni hech kim olib kirib ketmayapti. To'g'ri, vaqtingiz ketadi, yuring. Yuring borib, o'sha yerda sizni advokat olish huquqingiz oldin so'rang. Biron narsada sizni ushlayaptimi? Yo to'g'ri suhbat qilamiz desa, shu suhbatga siz отказ berishingiz mumkin bemalol. Yo'q, men suhbatlashgim kelmayapti sizlar bilan hozir. To'g'risi. Yo'q, siz ushlandingiz mana narsa bo'yicha desa, bo'pti, yuring ketdik. Advokatingizga telefon qilib boraverasiz. Lekin bundan oldin o'z huquqlaringizni aniq bilib oling. Qanaqa huquqlaringiz bor, qanaqa huquqingiz yo'q. Chunki aliga aytiladigan so'zni valaga aytilmaydi. Hokimiyat vakillari bilan ishingiz bitadigan bo'lsa, huquq tartibot ichki ishlar organlarini ovora qilishga hojati yo'q. Endi ikkinchi mavzuyimiz bu qo'rqoqlikning orqasida biz birlasha olmasligimiz. Biz nimaga birlasha olmaymiz? Chunki biz qo'rqamiz. Qo'rqqanimizdan bir-birimizni himoya qila olmaymiz. Endi bu kimga kerak? Bizi birlashmasligimiz, qo'rqoqligimiz o'sha vallomatlarga kerak. Bular birlashmasin. Bular bir-birini himoya qilmasin. Bir-birini himoya qilsa, qilgan millat kuchayib ketadi. Masalan, bozorda qaysidir sotuvchini bir olib chiqib ketishayotganini ko'rsangiz, to'xtang, nima olib chiqib ketyapsizlar? Bo'lmasam biz ham boramiz deb turib bir 20 kishi ergashib olsa, yo 30 kishi. Har qanday odam cho'chishni boshlaydi. Nimaga ikkita PPS xodimi bittasini qo'lini qayirib olib chiqib ketishi oson. Endi u jinoyatchi bo'lmasa, men jinoyatchilar to'g'risida gapirmayapman, oddiy sotuvchilar joy talashib, qanaqadir gap so'zga qoldi. Ko'rdik, bitta Doniyor degan ichki ishlar xodimi bitta xotinni sudrab olib, endi hali qattiq unga nima qilib olib ketyapti. Qaysi bozordaligi esimda yo'q, o'zim chiqarganman Facebook kanalimda. Atrofdagilar jim turibdi. Agar o'sha atrofda 30 tasi, 40 tasi yopishib, to'xtatib, nimaga olib ketyapsiz, seni nima haqqing bor deb turib, shu birlashganda u ishlar bo'lmasdi. Bu bilan nima demoqchiman? Agar shunaqa ishlar bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri halol bir mehnat qilayotganga osilishni boshlasa, tarafida tursangiz, bu millatda birligi bo'ladi. Bizda odamlar bor, chiqib turib, noqonuniy ishlar qilayotgan bo'lsa ham, ashlar tarafda olib, mana shu blogermi, jurnalistmi, yana kim biladi kimligini o'zi xudo bexabar xalqqa qarshi gapiraveradi. Chunki biladi, xalq hech nima demaydi. Birlashib kelib, uni haligi jinday bo'lmasa ham savalab qo'ymaydi. U shuni biladi. Chiqib olib gapiraveradi, og'zidan nima kelsa gapiraveradi. Sababki hech kim kelib uni qattiq hali undan so'rab olmaydi. Lekin qachon millat bir bo'lsa, ana shunda shunaqalar yo'qoladi, maddohlar yo'qoladi. Bu mavzuni o'zi juda chuqur mavzu. Millat birligi
millatni yuksalishiga olib keladi. Millat birligi millatni yuksalishiga olib keladi. Bu bitta O'zbekistonda emas, chekkada yursa ham, masalan, boshqa davlatlar, Rossiyada yursa ham, bir-birini tanimasa ham, bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Men juda ko'p ko'rganman. O'zbekni aldab ketib, pullarini olib ketib, o'zini olib borib ishlatib yo sotib olganlar juda ko'p ko'rganman. Faqat bizni millatdan chiqadi. Aytyapman, bunaqa bo'lishimizga shu chekkada turgan vatan xoinlari sababchi. Bular mashina bo'larsa bizga yaxshi, bularni nazorat qilishimiz oson deydi. Tizginlar ushlab turishimiz oson deydi. Endi biz birlashsakchi, hattoki poraxo'rlik, korrupsiyalar ozayadi, yo'qolib ketmasa. Shu o'rinda bitta taklif, hamma eshitib olsin, iloji bo'lsa qo'llab-quvvatlanglar. Bizni jinoiy kodeksimizga iqtisodiy terrorizm degan moddani qo'shilishi shart deb bilaman. Shuni taklif qilaman. Nimaga? Milliard yaqinda bir Toshkent viloyat Chirchiyodamikan bir hokim o'rinbosari $1 million pora olayotganda qo'lga tushganini eshitib qoldim. $1 million pora. Mana terrorizm qayerda? Haqiqiy iqtisodiy terrorizm bo'ladi. Shuning uchun ushbu modda qo'shilishi kerak, zudlik bilan qo'shilishi kerak. Va ushbu moddani jazosi eng kami 25 yil, bo'lmasam umrbod jazo, umrbod qamoq jazosi. Bundan tashqari o'sha mol mulklari, o'ziniki, shu yaqin qarindosh mol mulklari hammasi musodara bo'lishi kerak. Agar shuni qo'yib, shu modda bilan endi xalq xoini deganni qilmayapmiz-ku, lekin iqtisodiy terrorchi bu. Jamiyatimizni eng oyog'iga tushgan shoh bo'lib, jamiyatimiz rivojlanishini oyog'iga bolta urayotgan nusxalar bo'ladi. Bular biz bilmaymiz. Bizni bunday bilmaganimiz sabab bizni qo'limizda ularni ushlash nimasi yo'q. Huquq-tartibot organlari bor, ashula ushlash kerak. Ular ushamay jim turishibdi. Qani vazirlar ushalganini men eshitganim yo'q. Mana vazir mana 5 mana mashincha million pulni olib chiqib ketgan, chet elga joylagan, yo bo'lmasam viloyat hokimlari, mayda-chuydalari ushalyapti. Boshliqlari turibdi. Yaqinda mana endi eshitganimiz ichki ishlar tizimida ikkita general ushaldi, qanchadir millionlab, milliardlab mablag'ni o'zlashtirgan, hali uni qanchaligini ham bilmaymiz. Yana 3 ta sudya ushaldi. Boshlanishi deb o'ylayapman. Lekin bizga kerakli modda bor ekan. Xalq uchun kerakli, yurt uchun kerakli iqtisodiy terrorizm. Agar shu moddani kiritilsa, shu modda bilan keyin qo'lga olinsa, oyoq qaltiraydi. Nimaga? U yerda boshqa nima yo'q. 25 yil yo umrbod qamoq jazosi. Yana hamma shu mol mulkdan ajralasa, rasvo eshitib ol, shunga yetib kelamiz. Shu bizni yurtni, xalqimizni mablag'larini mana talon-taroj qilib yeb o'tiribman deb o'ylama. O'lib ketsa bolla chaqasidan tortish kerak. O'lib ketganimni ham tortib olar ekan deb o'ylash kerak. Sababki hammani rizqi. O'sha rasvo ashini yemasa, balki bitta ko'prik vaqtida bitardi. Yo'llar chiroyli bo'lardi. Mana prezidentimiz rosa gapirdi, daraxtlar ekishgan, mevali daraxtlar ekishgan, ekologiyani to'g'rilashgan. Yo'q, ekologiyada daraxtlarni kesib o'lishyapti.
Ana shu daraxt kesganlarni ham olib kirib qo'yaylik bir 10 yildan qilib. Kesish ham to'xtaydi. Jazo chorasi yo'qligi uchun qonunbuzarlik kuchayib ketyapti. Oddiy narsa. Qonunni buzganga kuchli jazo chorasi qo'llanilmayapti. Shuni oqibatida qonun tepkilanyapti. Mavzu shu edi. O'zi mavzu ko'p. Har kuni chiqib gapiraman desa, mavzu juda ko'p. Lekin bizga asosiy mavzuyimiz bizi xalqimizni qo'rqoqligi, birlasha olmasligi va iqtisodiy terrorizm. Qachon biz qonunlarni ishlatamiz desak, avvalo qat'iy jazo chorasini qo'llashimiz kerak. Biz 40 millionmiz, 40 million emas, 38 mi, 36 millionmiz. 1 million, 1,5 milliard deylik, 1 milliard 400 million aholisi bor Xitoy qilyapti-yu. Biz nimaga qila olmaymiz? Chunki o'sha qonunni o'zimiz kiritmayapmiz. Xalq birlashmayapti. Xalq birlashib prezident atrofida bo'lib turib, mana qilyapti. To'g'risini aytib bermayapti. To'g'risini aytdi, mana qildi. Mana vallomat mancha pulni yeb qo'ydi deb. Shu hokimiyatda shu tizimda ishlayotganlar bor. Ichki ishlar tizimida, huquq tartibot, hamma tizimda bor. Bemalol chiqib turib aytib, masalan, olib kelib, mana isboti, aka men gapirmayman, siz gapiring, mana dalillari deb ketaver. Bo'ldi, blogerlar, jurnalistlar o'zlari shu bilan qo'rqib qolishadi. Chunki byudjet mablag'ini bitta odam yeya olmaydi, bitta odam o'zidan o'zi shart tortib yeb qo'ya olmaydi. Uni yeyish uchun shuncha sxema qilish kerak. Demak, o'zimizning fuqarolar ashuni ichida bor. Chiqib aytib bersa bo'ldi. To'g'ri dalillarni berib qo'ysa bo'ldi, ketaveradi. Agar biz mashina qilib kurashmasak, prezidentimizni yonida turmasak, muammolarni aytinglar desa indamay tursak, yurt parokanda bo'lib ketaveradi. Ana shundan keyin Soloveyovga o'xshaganlar chiqib gapiradi. Nimaga gapiradi? Demak, qayerdadir shu plan bor. U o'zidan o'zi gapirgani yo'q. Biz o'zimizni, yurtimizni, mustaqilligimizni himoya qilib, biz ham shu agentlarni Rossiyada bor, Amerikada bor, agenti deb turib juda ko'p nimalarni chiqarib ko'rsatib qo'ygan. Biz ham qilishimiz kerak. Kim ichimizda dushmanlik qilyapti? Kim borib turib, masalan, shu yerda buni keyingi mavzuga qoldiraman, alohida yana bitta mavzu bor o'rtoqlar. Lekin bizi qiladigan ishimiz bir-birimizni qo'llab-quvvatlash, bir-birimizni haqorat qilish emas, so'kish emas. Bittasi chiqib olsa, ikkinchisi unga qarshi chiqib gapirish shart emas. Unaqa qilmaylik. Biz haqiqat tomonda bo'laylik, bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Lekin asosiysi o'z huquqlarimizni avvalo o'rganib olaylik. O'rganib turib, shuni asosida boraylik. Bilmagan narsani gapirib, bilmagan, tanimagan odamni haqorat qilib, kommentariyalar yozib, keyin chaqirsa odat bilmay qo'y. Katta odam qanaqa qilib boshini egib, bilmay yozib qo'yibman deydi. Unaqa bo'lmaydi. Biron narsa yozsa, hali negativni ham chiroyli tanqid bilan chiroyli negativ yozsa, mana men o'qiyman. Javob ham beraman. Nomerimni yozib qo'yaman, telefon qiling, balkim shu fikringizni o'rganib chiqaramiz deb. Shuning uchun haqorat qilsangiz nima? Ko'rmay o'tib ketadi, udalit qilib yuboradi odam. Bloklab qo'yadi. Biron narsa yozsangiz, iloji boricha mantiqan yozishga harakat qiling, tushuntirishga. Xullas, biz
bir-birimizni qo'llashimiz va qo'rqoq bo'lmasligimiz kerak. Har sog' salomat bo'linglar. Keyingi mavzularda kutib qolasizlar. Haqiqatda bir ikkita yaxshi chiroyli mavzu bor. Sizlar bilan bo'lishamiz.